zo'r narxda o'zlari uchun mo'ljallab juda ham chiroyli qurilgan mana shu uyimiz sotuvga endilikda qo'yildi. Bu hovlimiz Chortoy yo'li Bedapoyda Odiliy magazindan 500 metr ichkariga kirganda joylashgan. Mahallada deyarli hamma ko'chib kelgan, yaxshi ahil mahallada joylashgan. Demak, hozir sizga to'liqroq xonalarning planirovkasi bilan tushuntirib o'taman. Undan oldin ahamiyat berib qo'yasiz. Uyimiz to'liqligicha pishgan g'ishtda qurilgan. Darvozaxonada avtomashina kirish uchun alohida umuman mo'ljallab qo'yilgan. Mana bu yerda o'rtada kattakon огородimiz yoki ziloniy zona uchun joy qoldirib ketilgan. Yoniga qaratib umumiy uylarni solib ketilgan. Demak, podval qismimiz oshxona uchun mo'ljallangan ekan. Juda ham patologini baland qilib ishlangan. Oshxonamizning tepasida esa mehmonxonamiz planirovka bo'lgan. Elektr montajlari to'liq bitkazib qo'yilgan bu uyimizning keyingi xonasi. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi. Ichida o'zini alohida sanuzli ham bor. Uning yonida ham yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzl bilan birgalikda planirovka qilingan. Bitta farzandga, bitta ota-onaga hamda nevaralar uchun detskiy xonamiz bu yerda joylashgan bo'ladi. Undan tashqari yana bitta yakkali xonamiz bor. Bu yerni ham xohlasangiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilishingiz mumkin. Zinasini atayin kichikroq qilishgan ekan. Aynan mana shu joyga ham alohida kanalizatsiyalarni suvini olib kirib qo'yishgan, ichiga sanuzl qilib olsa ham bo'laveradi. Hovlimizning chekka qismi qarab yo'l olganimizda yozgi oshxonamiz va ichida alohida yana bitta umumiy sanuzlimiz bilan birgalikda planirovka bo'lgan. Eng chekka qismimizda esa hojatxonamiz bor. Kommunal tarmoqdan suv hamda svetdan umuman muammo yo'q. Narxini o'zlari ancha baland aytgan, lekin pasaytirib sig'ish uchun juda ham qulay narxda bo'ladigan narxida chiqarib qo'ya qolamiz. $36,000 bu bo'ladigan narxi. Egalim telefon nomeri videoning ostida bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib mana shu hovlini sotib olsangiz bo'laveradi.